Bundan 3-4 geldi, video koymadım. Yine bu narsani podpischiklarimizga unutib beramiz. Bunun uchun shartda bizlar podpiska qizish kerak edi. Keyin kommentariyada javoblarni belgilash kerak edi. Xudo xolasa shu gün geldi. Xo'p, g'olibimizni aniqlab olamiz. Videoni ko'rgansizlar 500 ga yaqin kommentariy yozilgan. Shuning orasidan bir dona ishtirokchimizni hozir bir jup, ya'ni 300 ming so'mlik sovg'amiz. Damas mashinani eshik arxivlarini qaplab berishimiz tekin qilib qo'yamiz. Yettasi ponni ochib olamiz buni. Hop, ko'rishaylik ekan. Açtık. Xəzinə açamız. Düşəmiz. Çəkə sanayımız. 20 alalım. Yox, köpü 20. Xo'p, 10 sayamiz. 7 kasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Klichbek üstüme. Klichbek'ten utub oldi. Hozir endi bu shartni bajargan bo'lsa utubam bo'ladi. Xo'p, giramiz. Bizlar podpiska tashamiz, tashamamiz. Shuni tekshiramiz. Hozir 1 metrdan. Xo'p, shartimiz bizlar podpiska tashama. 400 ta bizning profilimiz. Xudo xolasa o'yinimiz g'olibi Klichbekov bo'ldi. Endi golosoy yozib qo'yamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Bizning o'yinimizda qatnashgan ekansiz. Bemalol kelib, 300 ming so'mlik sovg'azni kelib 300 ming so'm xizmatingizni qildirib ketishingiz mumkin. Bu profildan sizlarni tabriklab qolaman. Shuning uchun sizlarni bizga podpiska tashab qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda g'olib bo'lishingiz mumkin.